Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va Nexia 3 haydaydigan akalarimiz va ukalarimz. Nexia 3 pastida biza korobkani paddonini yechib olganman va moyini to'kib olganman. Top-toza turibdi, strushka faqat endi o'zini mana reduktorini, ya'ni zadniy most deyiladi. Reduktorda mana diferensial deyiladi. Mana bunda qaranglar. Luft bor mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa holatda bo'lish kerak emas. Moy oqib yurgan, jalba qilib berdi. Moy kamayib o'zi yarim litrdan sal ko'proq, o'zi 2 litrdan oshiq yoki 2 litr bo'lish kerak. Mana shunda moy oqib yurgan. Mana shu luftni hisobiga bunaqa yuraversa, guvligan bo'lib qoladi. O'zi bitta video chiqaruvdim. Mana shu narsani hozir ochib, grantasini yechib, ligirovka qilib, sanligini almashtirib, ligirovka qilsa bo'ladi. Mana shu narsani yo'qotib, chotki qilib beramiz ekan. Bunaqa yurishi mumkin emas. Keyin deb dovush beradigan bo'lib qoladi. Vaqtida hozir ligirovka qilib, pachimeni tekshirib, moylarni 2 litr qo'yib, chotki qilib beramiz. Xizmatda bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Nexia 3 haydaydigan ukalarimiz, akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Omon bo'lsa, like'larni qizartirib qo'yamiz. Omon bo'linglar.